muhokama bo'lyapti, короче. Assalomu alaykum, Hasanboy Ibrohimov YouTube kanali obunachilari. Sizlar bilan bugun Farg'ona viloyatidagi 30 dan ortiq blogerlar ishtirokidagi futbol shousini namoyish etamiz, ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bu shouda o'zim ham Toshloq City jamoasi nomidan to'p suraman. Videoni kuzatinglar, oxirigacha ko'ringlar, like bosib, boshqa kanallarga o'tib ketib qolmanglar. Bugun zo'r futbol bo'ladi. Ketdik. Zo'r anaqa qilaveraymi? Men mobilni ham qilaman. Boshqa YouTube'ga ham ishlab olamiz. Xo'p. Hasanboy akam o'yinda davom etaversin. Men sharhlab boraman. Hozir Hasanboy akam blogerlar o'rtasidagi futbol klubi musobaqasida qatnashyapti. Musobaqada biz faqat ozgina shohdir kechga qoldik. 1 soat kechga qoldik, adashmasam. Chunki bizni 5 ga aytishdi, biz 5:30-6 ga yaqin kelyapmiz. Shu boshlanib ham bo'lgan hozir. Shunaqa boshlanib bo'lgan. Qaysi tomondan kirilyapti? Hozir Hasanboy akam ham jismonan, ham ruhan o'yinga tayyor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana o'yinga tayyor Mana juz. Akalar, qisqa reklama qilib qo'yamiz. Ha. Buni sizga beraman endi. Operator adrenalinga to'la bo'lsa. Kechga qoldik. Mana Hasanboy akam kelishiga tantanali kutib olishyapti. Birinchi o'yinimiz Farg'ona Tezkorov jamoasi bilan Farg'ona blogerlari o'zaro o'rtoqlik 05 ga o'tkazib olasiz. o'yin internet-dan Do'stlar, futbol jarayonlari boshlangan. Farg'onadagi hamma blogerlar, jamoalar. Men ozgina kechga qoldim endi. Hozir Farg'ona Tezkor jamoasi bilan Marg'ilonlik o'ynayapti, shundaymi? Hammalariga omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Sizlar charchamaysiz. Hormanglar. Olasizlar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlar? Hormanglar, boshlab olasizmi? Ha, sekin. Toshloqliklar kelishmadi? O'tkazilayotgan turnir tashkilotchilaridan biri futbol blogeri Ali Adhamzoda ham shu yerda. Ha, sekin. Boshlaydi. Shohnur ichkariga olaveramiz. Farg'ona Tezkor jamoasi Farg'ona blogerlari bilan birgalikda. Jasur aka kim yutadi? To'g'risini ayt, tezroq. O'yin juda ham hayajonli bo'ladi, lekin Kim yutadi? Tezkor ancha birinchi o'rinni olamiz. Aniqmi? Quvalilar. Aka, yaxshi, kim yutadi? Nima deb o'ylaysiz? Biz yutamiz. Biz yutamiz. Tezkor jamoasi. Ha, yutadi. Yi, Barata o'zingiz. Bizda o'yindan oldin olib ketmoqchi edik, men aytdim ko'rsatib isbotlab. Lekin Toshloqda qoladi ko'pik. bo'ldi. Adishi. O'yinda omad tilaymiz. Turnir tashkilotchisi Ali Adhamzoda. Zanihoya. Assalomu alaykum. Ozgina kechga qoldi aka. O'zi doim o'zbekistonliklar kechga qoldi aka. Natija qanday bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Aniqli bloger Zezda Shohruh mana shu yerdalar. Farg'onada uy-joy. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamasdan akalar. Hormanglar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Charchamasdan boshlab olaysiz. Xullas ozgina kech qolganligim sababli mana hamma bilan formani ham alishtirganman, shunday ko'rishyapti. Aka, qalay bo'lyapti? Rahmat aka. Jarayonlar yaxshimi? Jarayonlar. Bugun nima bo'ladi xullas? Bugun futbol bo'ladi. Biz Chelsea bilan bir xil o'ynaydigan. Marg'ilon blogerlari. Marg'ilon blogerlari. Yaxshilar. Marg'ilonliklar Vaynerlarga qarshi. Necha bo'ladi xullas hisob? Marg'ilonliklar nechta gol uradi bugun? Shotini qizig'i yo'q. Marg'ilonlikmiz. Shotiga qiziqmaganim uchun ham aka 6-7 yutqizib beradi. Yutqizib beradi. Aka kuzatasiz. Sog' bo'linglar. Xullas do'stlar, jarayonlarni kuzatib boringlar. O'zim ham shu maydonda tushaman. Toshloqliklar ko'rinmayaptimi shu-ta? Toshloqliklar bormi? Jimjit oma. Toshloqdan bitta o'zim ekan. Men kecha qoldimsa, mendan ham kecha qolishdi. Ya, bor ekan. Bo'lyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bugun xullas bitta narsaga qaror qildik. Xo'p. Toshloqliklardan bular 5 kishi o'ynasa, biz ikkalamiz o'ynaymiz. Iman tapska kiyib keldim, atira tapskada o'ynaymiz. Siz ham varata ham nimasi? Ha, qolgan bolalar choyxonada biznikilar aka, choyxonada jamda olishaversin. Kecha qolib ketishdi. Biz 5 ga 2 o'ynaymiz, ikkalamiz bemalol olamiz aka. Mana shu joyga hali videoni qo'yib beraman, Siz chunki biz bir kun olsak. siz varatada tursiz, men zaminada turaman. Ha, bo'ldi. Yutamiz. Ya'ni Formamiz yo'q aka, formamiz kelish kerak. ha, forma hali kelgan yo'q. Vau. Eng omadli jamoa bizni Toshloq jamoasi.
Xullas kuzatib boringlar, o'yin boshlandi. Dahshat, jarayonlar zo'r. Hozir ayni paytda Farg'ona blogerlari bilan Farg'ona tezkor jamoasining o'yini boshlangan do'stlar. Zo'r. Shohnur olaverasiz, men sekin. Bo'ldi, men o'zim sharhlab boraman, futbol sharhlovchisi. Mikrofonni o'chirib qo'ying. Men o'zimda turibdi. Mana adrenalin suvi sizga bu o'yindan oldin. Xo'p. O'yin boshlanish arafasida hozir keyingi uchrashuvda kutib turganlar. Menimcha Marg'ilonliklar bo'lsa kerak. Omad tilaymiz. Oldiga borib olavering. Shunday kirib oling, shunday. Qolgani katta futbolga ketaveradi. Ofsayd yo'q. 20 minutda 2 taym bo'ladi. Yutqizayotgan kamanda yoki yutayotgan kamanda orada 2 minutlik time out qilishga haqqi bor. To'yni bilmadi. Bitta o'yin. Salomlashib olamiz Farg'ona tezkordan Farg'ona blogerlarga alangalik salom deyiladi. Salomlashamiz. Farg'ona tezkordan Farg'ona blogerlariga alangali salom. Farg'ona blogerlaridan Farg'ona tezkorga alangali salom. Farg'ona tezkor so'rashib o'tib ketamiz. Kapitallar kelsin. Kapitallar. To'pga, o'yinga nima bo'ladi? Bir-birimizga qo'pol nima qilamiz? Butsalarni hozir men nima qilmadim. Endi hammada har xil bo'lishi mumkin. Asosiysi bir-birimizni hurmat qilamiz. Svistoggacha o'yin bo'ladi. Asosiy time outni men o'zim referi o'zim bu tomonda azib olib beradi. Men ko'rmayotgan kontaktlarimni bu ko'rsatib beradi. Baribir bu tomon men bu bag'da olaman, ag'da ko'rmasligim mumkin. Liniyani ushlab beradi. Lekin o'yinda imkon qadar o'sha professional futboldaqa boshqarishga xudo xolsa harakat qilamiz. Siz sudyasiz. Ha, sudya. Yordam sudyaman. To'pga и nimaga? Varataga. Aymanjus o'zimizning nimasida. Aymanjus. Varata to'p. Qaysi maydon tanlaysiz yo to'p tanlaysiz? Biz to'p tanlayveramiz. Sizlar maydon vaqtda bo'laveradimi? Ha? Bo'ldi. Komandalarga gap. O'yin tashkilotchilari zo'r harakat qilishyapti, albatta. Futbolchilarda ham, muxlislarda ham va Hasanboy Ibrohimovda ham kayfiyat zo'r. Kayfiyat chotki. Biz bolalar hali ham kelgani yo'q, toshloqliklar hali ham kelgani yo'q, formamiz ham kelgani yo'q. Eng qizig'i chekkada kutib turibman. Menimcha biznikilar kelmasdan turib g'olib bo'lishmoqchi. Balkim kubik o'zimizda, toshloqda qoladi. Xuddi shunday. Sizga omad tilaymiz. Bugun YouTube'ingizni men o'zim yurgizib turaman. Hamma futbol dardi, lekin Shohruh aka o'zini brendini o'tkazish, reklama. Men nokligidan ichibman aka. Menga yoqadi nok. Xo'p. O'yinga e'tibor qaratamiz. Hozir Farg'ona tezkor jamoasi bilan Farg'ona blogerlari bahs olib borishyapti. Farg'ona blogerlaridan Zahira o'rindiqdagi futbolchilar. Omad tilaymiz sizlarga. Hozir Farg'ona blogerlari hujum uyushtirishmoqda, lekin samarasiz bo'lgan urinish. Hozir Farg'ona tezkor jamoasidan Xotira to'lib qolmasin. Farg'ona blogerlari Qadrdonlar va nihoyat formalarni alishtirdik. Toshloq blogerlar jamoasi hozir tayyorlanish arafasida. Aka qalay bo'lyapti? Endi bilamizda. Bizni komanda endi boshlanyapti. Endi keldik, kecha qolib keldik, lekin natija yaxshi Ha, bo'lyapti. hozir komanda o'ynayapti. Biz soat 6 da boshlaymiz. 6 da boshlaymiz. Yutamiz, xudo xolasa. Yutamizmi Javohir? Aka bo'lmasam-chi, bular toshloqliklar his qilishmayapti-da aka. Biz bular 2 soat oldin kiyinishgan, formalarini trenirovka qilishgan. Biz hozir choyxonadan kelib, endi sekin bularga o'sha tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hozir o'yinga tushamiz. Biz yutamiz bir gap bilan. Yutamiz. Aka, Jamoliddin aka. Bizning niyatimiz yaxshi. Faqat o'yinni chiroyli qilib, kubida ishlab topib qolish.
Hozir jamoamiz to'liq tarkibda emasmiz, qolganlar keladimi? Kelyapti, xudo xolasa. Hali choyxonadan to'liq kelmaganlar bordi, qoni to'ymaganlar bor, to'ydirib kelishadi. Ma'lumot o'rnida aytaman, hamma futbolga stadionda tayyorlansa, biz choyxonada tayyorlandik. Osh yeb tayyorlandik. Qaroq, shunaqa. Do'stlar, birinchi bo'lim, birinchi o'yin o'z g'oyasiga yetdi. Farg'ona tezkor jamoasi 7-5 yo 7-6 natijasi bilan g'oliblikni qo'lga kiritishdi do'stlar. Ketdik. Aka, qalay bo'ldi aka? Yutdilaringmi? Necha bo'ldi xullas? 8-5 bo'ldi. 8-5 hokkeydan ham uncha o'tgan. Hozir yutsalar ertaga sizlar o'ynashimiz Ha, mumkin. finalga chiqishimiz mumkin. Biz ikkita jamoa yana kirishni boshlashdi. ZZ Shohruh jamoasi hamda Marg'ilon blogerlar jamoasi ayni paytda mana hozir tayyorlanish jarayonida. Hakamlarimiz tushuntirishyapti. Xo'p, taxminiy natija necha bo'ladi? Kommentariyda yozib ketinglar do'stlar. Oxirida aytamiz baribir. Mana mikrofon. O'yinchi o'zini varatasiga oshirib bersa, ushlab olsa, svobodniy bo'ladi. Mumkin emas. Liniyada to'pni to'xtatib boshlaymiz. Endi liniyani bunaqa chiziqlarda ushlab olmaymiz, professional ushlamaymiz. Shu liniyada to'xtatib o'yinni boshlasak bo'ldi. Sariq, qizil bor. Birinchi ogohlantiriladi, ikkinchisi sariq bo'ladi, uchinchisi jiddiyroq bo'lsa qizilga aylanadi. O'yinchilar, zaminalar hakamdan, sudyadan, referidan so'ramasdan kiraverasizlar. Ham YouTube'ga ham Instagram. Maydonda 5 kishi bo'lsa bo'ldi. Estaliydi aka. Marg'ilon blogerlardan ZZ Shohruh blogerlarga alangalik salom deb nima qilib olamiz? Salomlashib olamiz. Marg'ilon blogerlardan ZZ Shohruh alangalik salom. ZZ Shohruh jamoasidan Marg'ilon blogerlarga alangalik salom. Marg'ilon blogerlari so'rashib o'tib ketamiz, kapitanlar keladi. Yaxshi bo'ldi. Do'stlar, ayni paytda Marg'ilon jamoasi hamda ZZ Shohruh jamoasi durang bo'lib qoldi va hozir penaltilar seriyasi boshlangan. Birinchi 3 tadan tepishar ekan, qarochi birinchi soat Marg'ilon urdi. Jarayonlarni kuzatib turinglar. Shohnur uje sharhlab turasiz. Endi ikkinchi zarbani ZZ Shohruh berdi va zarba gol. Hozirda penaltilar seriyasida 1-1 hisobi qayd etilyapti. Marg'ilon blogerlari ikkinchi zarbani yo'llashadi. Ko'ramiz, kuchlilar g'alaba qozonadi. Zarba yaxshi. ZZ Shohruh jamoasi a'zosi to'pni qaytardi. Endi ZZ Shohruh jamoasidan keyingi zarba. 2-1 hisob. Yaxshi, hozirda ZZ Shohruh jamoasi 2-1 hisobida olindi. Hasanboy akam penaltilar seriyasini ko'rib, o'ziga energiya olyapti. Keyingi o'yin aynan Toshloq blogerlari hamda avtoblogerlar o'rtasida bo'ladi. Hasanboy akam hujumda hozirchalik. ZZ Shohruh jamoasi afsus 3-zarbani to'g'ri amalga oshira olmadi. Endi agar marg'ilonliklar gol ursa, penaltilar seriyasi davom etadi. Agar ura olmasa, penaltilar seriyasi davom etadi. Yana bittadan tepiladi. Endi har bitta xato uchun, qilingan bir dona xato uchun penaltilar seriyasi yakunlanishi va g'olib jamoa aniqlanishi mumkin. Iltimos, kamerani to'smaymiz. Shunday deb bo'lishdi. Hozir ZZ Shohruh jamoasidan kim tepadi? Kim? Shepim tepadilar. Gol. Hisob 3-2. Mabodo to'sib qo'ysa, yutadi. Albatta. Mabodo to'sib qo'ysa yutadi. Albatta. Qizg'in penaltilar seriyasi to'g'risi
Marg'ilon jamoasi zarba yo'llaydi. Hisob 3-3. Endi penaltilar seriyasi bitta xato uchun o'ylanadi. Xato qilgan jamoa yutqizadi. Darvozabon tepadi. Ko'ramiz Marg'ilon jamoasi darvozaboni to'pni qaytara oladimi? Eng xavfli vaziyatlardan biri, lekin qaytara olmadi. Hisob 4-3. Agar Marg'ilon jamoasi vakili bo'lmasa, Zizi Shohrux jamoasi g'alaba qozonadi. Umid qilamizki, ovozimiz yaxshi eshitilyapti va sifatli kadrlarni beryapmiz degan umiddamiz. Zizi Shohruxning o'zi mana sensatsiya. Hisob 4-4. Lekin hali ham penaltilar seriyasi davom etyapti. Olg'a Marg'ilon, olg'a Zizi Shohrux jamoasi. Qum zarralari. Mana ko'ramiz, kim xato qiladi, kim. Endi Marg'ilon terma jamoasi, Marg'ilon blogerlar jamoasi darvozaboni penaltini yo'llaydi. Zizi Shohrux juda ham qattiq tayyorgarlik ko'ryaptilar. Hisob 5-5. Aka kim boshlagan tekisdi? Aka qarang, Qarochi do'stlar, penaltilar seriyasi tugadi. Zizi Shohrux komandasi g'olib bo'ldi. Marg'ilon jamoasi nima bo'lyapti endi yana? Hozir davom etadi shekilli hozir. Muhokama bo'lyapti, qarochi. Xullas muhokamalardan keyin Zizi Shohrux jamoasi yana bitta zarba berish kerak bo'ladi. Hozir jamoa gol ursa o'yindan yutadi, g'olib bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, jarayon zo'r ketyapti. Olavering. To'p. Respekt do'stlar. Zizi Shohrux jamoasi g'olib bo'ldi. Toshloq jamoasi o'yinga kirishni boshlaydi. Avtoblogerlar bilan. Shuni qadab qo'ying. Bir olavering. Bir yaxshi ekan. Ha, bosdi. Toshloq blogerlar jamoasi. Avtoblogerlardan Toshloq blogerlarga alangali salom. Toshloq blogerlardan avtoblogerlarga alangali salom. Avtoblogerlar so'rashib ketadi. O'yin Kapitan kelsin. Hoji. Bunyod. Bo'ldi, sizlar tarqalaverasizlar. O'yin mobaynida
o'yinchilaring yo siz o'yinchingiz menga kelib jalba qilishga haqqi yo'q. Chunki sizlar kapitansizlar, sizlar o'zaro kelishilgan holatda sizlar menga gapirishga haqqlaring bor. To'p bilan maydonga kelishib olsanglar ham bo'laveradi. To'pni olasizmi yo nimani olasizmi? Maydonda olasizmi? To'pni. Bo'ldi, maydon qolaverasizlarmi? Bo'ldi, 20 minutdan ketadi. Dahshatli o'yin bo'ladi. Toshloq blogerlar, avtoblogerlar. Bosamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. O'yin boshlangan. Aka shuni mikrofonni qistirib qo'ying, orqasidan anglating. Sog' bo'ling, rahmat. Toshloqdan to'g'rimi sizga? Toshloq jamoasiga omad tilaymiz. Hasanboy Ibrohimov tanishtirib o'tadi samitasini. Johir aka, Ismoil akamidi, Isomiddin aka, Ismoil aka. Ha. Xullas, tarkib o'ta kuchli. Hasanboy Ibrohimov. Zashta. Johir qaytib. Zo'r. Zohir, turga qarab ketyapti. G'olib jamoa. Uzr yana bezta qilaman sizlarni. Ertaga kelishga majbursizlar endi, aka. Aka podpischilardan bir 100 mingdan yig'ib beringlar kartaga. Abed bor, bo'pti, abed bor. Men o'zimga, Bulkiroyimga, keyin qolganlarga yuboramiz. Salomat bo'linglar. G'alaba bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Hasanboy Ibrohimov. Yurish bilan band. Hasanboy Ibrohimov. Hozirda hisob 0-0. Toshloq blogerlari hamda avtoblogerlar o'rtasida bo'layotgan o'yin birinchi bo'lim. Hozirda erkin to'p bo'ldi, ya'ni Toshloq blogerlari o'z darvozaboniga uzatgan to'plarini darvozaboni qo'l bilan ushlab oldi. Endi erkin to'p bo'ladi. Erkin to'pda bilasizlar, to'g'ridan to'g'ri zarba bo'lmaydi. Aliyat Hamzoda jonjoyalik bilan yelka zarbasi juda ham hech qanday fursat bo'lmagan. Zo'r uzatma edi, lekin Buchak zarbasi Toshloq blogerlaridan. Yaxshi. Toshloq blogerlari hammasidan hujum qilishyapti. Yo'q, afsus. Avto blogerlar hamda Toshloq jamoasi. Hozirgacha kuzatamiz endi. Zo'r zarba. Hozir kuzatamiz.
Yoshlar blogerlar jamoasi hujum qilyapti. O'yinga chaqirib qoldi. Yoshlar jamoasidan Gol. Wow. Yoshlar jamoasi bugun xato olyapti. Hozirda nafas rostlash uchun zaxiraga chiqqan Hasanboy akam o'ziga beraman. Gol! Ajoyib! Dahshat, tashlaqlilar bormi? Dahshat. Hozir ozgina nafas rostlamasam bo'lmaydi. Anchadan beri futbol o'ynaganim yo'q edi, to'g'risi. Ayb kelib bermaysizlar. Ha, gapir. Ha. Xullas, dahshat emotsi 2-0 yutyapmiz. O'sha aytganimizga biz choyxonadan kelganmiz. Qorin to'lash. Kelishaveradi, finalga ham tayyormiz. Mana teri oshdi terisi. Yana o'ylamanglar, biz charchaganimiz yo'q. Просто oshdi terisi bu. Hujumga ko'rsatyapti. Ko'ramiz, sog' bo'ling, hop. Yengil qo'yyordi bizniki. Yengil qo'yyordi. Ruxsat beradi kompaniyasi boshlovchisi Hasanboy Yusufovich. Assalomu alaykum. Filmimizga xush kelibsizlar. Yarim final o'yinda nizomlari bir-birimizni birinchi o'rinda hurmat qilamiz. Endi bu nimalarni hamma oyoq kiyimlar gapirmaydi. Birinchi o'rinda bir-birimizni hurmat